Axborot dasturini davom ettiramiz. Davlatimiz rahbarining bu yilgi tadbirkorlar bilan ochiq muloqotida ishbilarmonlarga juda katta imkoniyatlar taqdim etildi. Prezidentimiz barcha mutasaddilarga tadbirkorlar faoliyatini yanada yaxshilash bo'yicha topshiriqlar berdi. Toshkent shahar soliq boshqarmasi mas'ullari ushbu yo'nalishda mahalla yettiligi bilan birgalikda tadbirkorlarning faoliyatiga ko'maklashmoqda. Yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish, tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash hamda soliq solishda adolat tamoyillarini qaror toptirish dolzarb ahamiyatga ega. Bu borada soliq qonunchiligidagi yangiliklar va imtiyozlarni tadbirkorlarga tezkor yetkazish hamda ularning muammolarini joyiga chiqqan holda bartaraf etish tizimi yo'lga qo'yilgan. Mazkur vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Toshkent shahar soliq boshqarmasi rahbariyat tomonidan hududiy soliq xodimlariga muntazam ravishda tegishli ko'rsatmalar berilmoqda. Xodimlarga tekshiruvdan servisga tamoyiliga tayangan holda faoliyat yuritish, mahallabay ishlash tizimi orqali tadbirkorlarga amaliy yordam ko'rsatish va ularning faoliyatini qonuniylashtirish yuzasidan qat'iy vazifalar yuklatildi. Birgina Bektemir tumani misolida ko'radigan bo'lsak, mahalla yettiligi tarkibidagi soliq xodimlariga mazkur jarayonda eng katta mas'uliyat yuklatilgan bo'lib, ular soliq organlari va tadbirkorlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqot maydonini yaratishmoqda. Bektemir tumanida jami 18 ta mahalla bo'lib, yettilik bilan birga soliq xodimlari doimiy ravishda hamkorlikda birga ishlab kelmoqda. Bugun mana hududimizdagi bir nechta tadbirkor subyektlariga kirib, ayrim mavjud muammolarni bartaraf etish choralarini ko'rdik. Misol uchun, umumiy ovqatlanish korxonasida xodimlarni onlayn legallashtirish bo'yicha tushuncha berildi. Shuningdek, ushbu tadbirkorni tutash hududdan foydalanish bo'yicha muammosi bor edi. Hujjatlarni rasmiylashtirish va ijara shartnomasini tuzilishda amaliy yordam ko'rsatildi. O'rganishlar davomida tadbirkorlarning soliq hisobotlarini yuritish, elektron xizmatlardan foydalanish, kassa va to'lov tizimlarini to'g'ri tashkil etish, faoliyatni legallashtirish hamda ijara shartnomalarini rasmiylashtirish bilan bog'liq masalalarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bizga Bektemir tuman soliq xodimlari kelishdi. Mana bilmagan narsalarimizni o'rgatish maqsadida keldi. Yangi ikkita xodimimiz ishga kelgan. O'shalarni rasmiylashtirish bo'yicha bizga yo'l ko'rsatib, o'rgatib, bugun o'zida hujjatlarni rasmiylashtirib ketdi. Shu bilan birga ijara shartnomani rasmiylashtirishda amaliy yordam ko'rsatishdi. To'g'risi, oldin soliq xodimlari desa o'zimizda bari qo'rquv bo'lardi. Hozir yaxshi. Bunday yondashuvlardan asosiy maqsad tadbirkorni tekshirish emas, balki uning faoliyatiga to'sqinlik qilayotgan muammolarni aniqlash, ularni joyida hal etish va biznes yuritish uchun qulay sharoit yaratishga ko'maklashishdan iborat.